Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men pensiya yoshidagi fuqarolar uchun juda muhim bo'lgan masalani sodda va aniq qilib tushuntirib beraman. Gap 1 iyuldan boshlab pensionerlar ayrim to'lovlardan to'liq ozod qilinishi haqida ketmoqda. Bu xabarni eshitgan odam darrov bir savol beradi. Aynan qaysi to'lovlar bekor bo'ldi? Kimlarga tegishli? Hujjat topshirish kerakmi yoki avtomatik qo'llanadimi? Bu ma'lumot nafaqat pensionerlar, balki ularning farzandlari, nabiralari, qarindoshlari uchun ham juda muhim. Chunki ko'p hollarda keksa ota-onalarimiz hujjat ishlari, kommunal idora, mahalla yoki bank bilan bog'liq masalalarda qiynalib qolishadi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun qanday tartib bo'lganini, endi nima o'zgarganini, kimlar xavotir olmasligi kerakligini, kimlar esa albatta tekshirtirishi zarurligini birma-bir tushuntiraman. Agar kanalimiz sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday xabarlar kechikib yetib borsa, odamlar ortiqcha pul to'lab qo'yishi, imtiyozdan bexabar qolishi yoki noto'g'ri tushuncha sababli huquqidan foydalana olmasligi mumkin. Avvalo masalaning ildizini tushunaylik. Oldin qanday edi? Ko'p pensionerlarimiz turli majburiy to'lovlar, xizmat haqlari, ayrim yig'imlar, davlat xizmatlari uchun undiriladigan summalar, uy-joy bilan bog'liq rasmiylashtirish xarajatlari yoki ijtimoiy xizmatlardan foydalanishda qo'shimcha to'lovlarga duch kelishardi. Har bir to'lov alohida qaralganda uncha katta ko'rinmasligi mumkin. 20 ming so'm, 20 ming so'm, 400 ming so'm. Lekin pensionerning daromadi cheklangan bo'lsa, oy oxirida bu summalar sezilarli yuk bo'lib tushadi. Masalan, odam 20 million 200 ming so'm pensiya olsa, undan dori-darmon uchun 300 ming so'm, oziq ovqat uchun 500 ming so'm, kommunal xarajatlar uchun 2 ming so'm, yo'l kira va boshqa mayda ehtiyojlar uchun yana 100 ming so'm ketsa, qo'lida deyarli hech narsa qolmaydi. Ana shunday vaziyatda biror idoraga borib ma'lumotnoma olish, hujjat tiklash, ro'yxatdan o'tkazish yoki xizmat uchun qo'shimcha 50 ming so'm to'lash ham og'irlik qiladi. Endi esa 1 iyuldan boshlab pensionerlar uchun ayrim to'lovlar bo'yicha yengillik joriy etilishi, ba'zi hollarda esa to'liq ozod qilish tartibi qo'llanishi nazarda tutilmoqda. Bu yerda eng muhim narsa shuki, odamlar hamma narsa endi bepul bo'ldi deb tushunmasligi kerak. Men ekspert sifatida doim shuni aytaman. Har qanday imtiyozning aniq chegarasi, aniq toifasi va aniq tartibi bo'ladi. Qaysi to'lovlar bekor qilingani, qaysi xizmatlarga tegishli ekani va qaysi pensionerlar foydalanishi mumkinligi rasmiy hujjatlarda belgilangan bo'ladi. Shuning uchun bugungi tushuntirishning asosiy maqsadi shov-shuv qilish emas, balki sizga amaliy yo'l ko'rsatish. Ya'ni siz yoki yaqinlaringiz ortiqcha pul to'lab qo'ymasligi, hujjat topshirishda adashmasligi, idoradan idoraga sarson bo'lmasligi uchun masalani oddiy tilga tarjima qilib beraman. Birinchi navbatda kimlar bu yengillikdan foydalanishi mumkinligini tushunib olaylik. Odatda bunday imtiyozlar yoshga doir pensiya oluvchilar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi ayrim toifalar, yolg'iz pensionerlar, kam ta'minlangan oilada yashovchi pensionerlar yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar uchun joriy qilinadi. Lekin har bir toifa bo'yicha aniq mezon bo'ladi. Masalan, pensioner deganda faqat yoshga doir pensiya olish tushuniladimi yoki barcha pensiya oluvchilar kiritiladimi? Mana shu savolni albatta aniqlashtirish kerak. Men buni oddiy misol bilan tushuntiraman. Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli onaxon bor deylik. U yoshga doir pensiya oladi. Uy o'z nomida kommunal to'lovlarni o'zi amalga oshiradi. Agar yangi tartib aynan pensiya yoshidagi fuqarolarga davlat xizmatlaridagi ayrim yig'imlardan ozodlik bersa, bu onaxon hujjat rasmiylashtirishda imtiyozdan foydalanishi mumkin. Lekin agar imtiyoz faqat yolg'iz yashovchi va ijtimoiy reyestrga kiritilgan pensionerlarga tegishli bo'lsa, unda farzandlari bilan yashayotgan yoki kam ta'minlanganlik mezoniga tushmaydigan pensioner avtomatik ravishda ozod bo'lmasligi mumkin. Yana bir misol. Farg'onada 72 yoshli otaxon pensiya oladi, lekin uy uning o'g'li nomida. Kommunal xizmat shartnomalari ham o'g'lining nomida. Agar imtiyoz uy egasining pensioner bo'lishiga bog'langan bo'lsa, bu otaxon to'lov bo'yicha yengillikdan foydalana olmasligi mumkin. Agar imtiyoz amalda yashayotgan pensionerga bog'langan bo'lsa, u holda mahalla ma'lumotnomasi, yashash joyini tasdiqlovchi hujjat yoki boshqa asos talab qilinishi mumkin. Mana shunday nozik joylar sababli odamlar ko'pincha
Men pensiyalaman, nega menga imtiyoz berilmadi deb ranjishadi. Yana bir vaziyatni olaylik. Samarqandda yashovchi 6 yoshli ayol nogironlik pensiyasi oladi. U hali yoshga doir pensiya yoshiga yetmagan bo'lishi mumkin, lekin pensiya oluvchi hisoblanadi. Agar qarorda pensiya oluvchilar deyilgan bo'lsa, u ham huquqqa ega bo'lishi mumkin. Agar yoshga doir pensionerlar deb yozilgan bo'lsa, unda bu imtiyoz unga tatbiq etilmasligi ehtimoli bor. Shuning uchun so'zlarning farqi juda katta. Pensioner, pensiya oluvchi, yoshga doir pensioner, ijtimoiy himoyaga muhtoj pensioner. Bular bir-biridan farq qiladigan tushunchalar bo'lishi mumkin. Endi pul hisobini ko'rib chiqamiz. Tasavvur qiling, pensioner bir yil davomida 3 marta davlat xizmatidan foydalandi. Bir safar hujjat nusxasini rasmiylashtirish uchun 45 ming so'm. Ikkinchi safar ma'lumotnoma uchun 300 ming so'm. Uchinchi safar qayta ro'yxatdan o'tkazish uchun 9 ming so'm to'ladi. Jami 65 ming so'm bo'ladi. Kimdir uchun bu uncha katta pul emasdek tuyuladi. Lekin 20 million 100 ming yoki 20 million 500 ming so'm pensiya oladigan odam uchun bu bir oylik do'rning yarmi. Ba'zan to'liq bir haftalik oziq-ovqat xarajati degani. Ayniqsa qishloq joylarda vaziyat yanada murakkab. Pensioner tuman markaziga borish kerak bo'lsa, yo'l kiraga 20 ming so'm, tushlik yoki boshqa xarajatlarga 15 ming so'm, hujjat uchun yana 2 ming so'm ketadi. Agar hujjat bir kunda bitmasa, ikkinchi marta borish kerak bo'ladi. Natijada asl to'lov 50 ming so'm bo'lsa ham, umumiy xarajat 5 ming so'mdan oshib ketadi. Shuning uchun to'lovdan ozod qilish faqat pulni tejash emas, balki keksa odamning asabini, vaqtini, sog'lig'ini va sha'nini himoya qilishdir. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz rasmiy pensiya olsangiz, pensiya guvohnomangiz yoki elektron bazada ma'lumotingiz to'g'ri bo'lsa, yashash joyingiz bo'yicha hujjatlaringiz tartibli bo'lsa, ko'p hollarda imtiyozni olish osonroq bo'ladi. Ayniqsa hozir ko'plab ma'lumotlar elektron tizimlar orqali tekshiriladi. Ya'ni idora xodimi sizdan har safar qog'oz ma'lumotnoma talab qilmasdan bazadan pensiya olishingizni ko'rishi mumkin. Kimlar albatta e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchidan, pensiyaga yaqinda chiqqan fuqarolar. Chunki ularning ma'lumoti ayrim tizimlarda hali yangilanmagan bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, boshqa viloyatdan ko'chib kelgan pensionerlar. Ro'yxat, yashash manzili va xizmat shartnomalari mos kelmasa, imtiyozni qo'llashda muammo chiqadi. Uchinchidan, uy yoki hisob raqam boshqa odam nomida bo'lgan pensionerlar. To'rtinchidan, pensiya oladi, lekin hujjatda familiya, ism, tug'ilgan sana yoki pasport ma'lumotlari bo'yicha farq bor fuqarolar. Mana shunday kichik xatolar katta sarsonlikka sabab bo'ladi. Endi eng muhim qismga o'tamiz, istisnolar. Yashirin muammolar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlar. Men tajribamda ko'p ko'rganman. Odamlar imtiyoz borligini eshitadi, lekin uning chegarasini bilmaydi. Keyin kassaga yoki idoraga borganda sizga tegishli emas deyishsa, janjal chiqadi. Aslida esa ayrim to'lovlar bekor bo'ladi, lekin xizmatning hammasi emas. Masalan, davlat boji bekor qilinishi mumkin, lekin xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning alohida texnik xarajati saqlanib qolishi mumkin yoki asosiy yig'imdan ozod qilinadi, lekin kechiktirilgan to'lov bo'yicha penya yoki avvalgi qarzdorlik bekor qilinmaydi. Bu juda muhim. Agar pensioner 1 iyuldan boshlab ma'lum to'lovdan ozod bo'lsa, bu 1 iyulgacha yig'ilgan eski qarzlar avtomatik o'chadi degani emas. Eski qarz bo'yicha alohida tartib bo'lishi kerak. Misol keltiraman. Bir otaxon 2024 yil davomida ma'lum xizmat uchun 300 ming so'm qarzdor bo'lib qolgan. 1 iyuldan yangi imtiyoz kuchga kirdi. U endi men pensionerman, hammasi bekor bo'ldi deb o'ylaydi, lekin idora unga eski qarzni ko'rsatadi. Bu holatda otaxonning haqli savoli bo'ladi. Yangi tartib orqaga qarab amal qiladimi yoki faqat 1 iyuldan keyingi davrga tegishlimi? Odatda qonun va qarorlar alohida ko'rsatilmasa, kelajak davrga amal qiladi. Shuning uchun eski qarzlar masalasini alohida tekshirtirish kerak. Yana bir nozik jihat, imtiyoz faqat bir kishiga tegishli bo'lishi mumkin. Masalan, uyda 2 pensioner yashaydi. Er ham, xotin ham pensiya oladi. Agar imtiyoz xonadon bo'yicha qo'llansa, bitta xonadonga bir marta beriladi. Agar shaxs bo'yicha qo'llansa, har bir pensioner alohida foydalanishi mumkin. Bu farqni bilmaslik noto'g'ri hisob-kitobga olib keladi. Shuning uchun men doim aytaman, imtiyoz shaxsga berilyaptimi yoki obyektga, ya'ni uyga, xizmatga, hisob raqamga berilyaptimi degan savolni birinchi bo'lib so'rang. Yana bir muammo, norasmiy to'lovlar. Ba'zan odamlar tezlashtirib beramiz, navbatsiz qilib beramiz,
hujjatni osonlashtiramiz degan gaplarga uchib keraksiz pul berib qo'yishadi. Agar pensioner qonuniy to'lovdan ozod qilingan bo'lsa, hech kim undan baribir ozgina to'laysiz deb pul talab qilishga haqli emas. Albatta, agar qo'shimcha pulli xizmatni pensionerning o'zi ixtiyoriy tanlasa, bu boshqa masala. Lekin majburiy qilib ko'rsatilayotgan bo'lsa, bunday holatni yozma ravishda so'rash, kvitansiya talab qilish va kerak bo'lsa shikoyat qilish kerak. Yana bir yashirin xavf telefon orqali aldovlar. Bunday xabarlar chiqqanda firibgarlar faollashadi. Ular pensionerlarga qo'ng'iroq qilib, sizga yangi imtiyoz chiqdi, pulingizni qaytarib beramiz, karta raqamingizni ayting, SMS kodini yuboring deyishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech qachon telefon orqali karta paroli, SMS kodi, bank ilovasi kodi, pasport rasmi yoki plastik karta ma'lumotini bermang. Davlat imtiyozi SMS kod orqali rasmiylashtirilmaydi. Agar haqiqatan ham hujjat kerak bo'lsa, sizdan rasmiy idora, May.gov.uz mahalla pensiya jamg'armasi yoki vakolatli tashkilot orqali murojaat qilish so'raladi. Shuningdek, imtiyozdan foydalanishda avtomatik va ariza asosida degan farq bor. Avtomatik bo'lsa, tizim sizning pensioner ekaningizni o'zi ko'radi va to'lovni nol qilib chiqaradi. Ariza asosida bo'lsa, siz murojaat qilmaguningizcha imtiyoz qo'llanmasligi mumkin. Masalan, kassaga bordingiz, sizdan to'lov so'rashdi. Siz men pensionerman dedingiz. Xodim ariza topshiring, bazaga kiritamiz deyishi mumkin. Demak, pensioner ekaningiz faktining o'zi yetarli bo'lmay, uni tizimda belgilatish zarur bo'ladi. Yana bir muhim narsa, agar siz to'lovni allaqachon to'lab qo'ygan bo'lsangiz, uni qaytarish mumkinmi? Bu savolga javob imtiyoz kuchga kirgan sana, to'lov sanasi va xizmat turi bilan bog'liq. Agar to'lov 1 yildan keyin noto'g'ri undirilgan bo'lsa, siz qaytarishni so'rashingiz mumkin. Buning uchun kvitansiya, ariza, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot kerak bo'ladi. Lekin agar to'lov 1 iyuldan oldin qonuniy undirilgan bo'lsa, qaytarib berilmasligi mumkin. Shuning uchun har bir holatda sanani aniq tekshiring. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning maqomingizni tekshiring. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasi olasizmi yoki boshqa turdagi pensiya olasizmi? Pensiya guvohnomangiz, pasportingiz yoki ID kartangizdagi ma'lumotlar to'g'rimi? Familiya, ism, tug'ilgan sana, JSHR raqami va ro'yxat manzili mos keladimi? Agar mana shu joyda xatolik bo'lsa, imtiyoz qo'llanmay qolishi mumkin. Ikkinchi qadam, qaysi to'lov bo'yicha imtiyoz berilayotganini aniqlang. Buning uchun mahallaga, tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki tegishli xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qiling. Telefon orqali so'rasangiz ham bo'ladi. Lekin men har doim yozma javob olishni tavsiya qilaman. Chunki og'zaki aytilgan gap keyin rad etilishi mumkin. Yozma javob esa sizning qo'lingizda dalil bo'ladi. Uchinchi qadam, hujjatlaringizni tayyorlang. Odatda sizga pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, agar uy-joy masalasi bo'lsa, kadastr hujjati yoki shartnoma, to'lov qaytarilishi kerak bo'lsa, kvitansiya kerak bo'ladi. Agar siz yolg'iz pensioner sifatida imtiyoz olmoqchi bo'lsangiz, mahalladan yolg'iz yashashingiz yoki ijtimoiy holatingiz bo'yicha ma'lumot so'ralishi mumkin. 4-qadam, ariza yozing. Arizada murakkab gaplar shart emas. Men oddiy shaxsni aytaman. Men falonchi pensiya oluvchi fuqaro sifatida 1 iyuldan joriy etilgan imtiyoz asosida falon to'lovdan ozod etishingizni so'rayman. Agar mendan to'lov undirilgan bo'lsa, uni qayta hisob-kitob qilib, ortiqcha to'langan summani qaytarishingizni so'rayman. Arizaning oxirida sana telefon raqam va imzo bo'ladi. Arizani topshirganda kirim raqamini oling yoki nusxasiga qabul qilinganligi haqida belgi qo'ydiring. 5-qadam. Kvitansiyasiz pul bermang. Bu juda muhim. Agar sizdan to'lash kerak deyishsa, qaysi qaror asosida, qaysi tarif bo'yicha menga kvitansiya bering deb so'rang. Qonuniy to'lov bo'lsa, albatta kvitansiya bo'ladi. Agar kvitansiya berilmasa, demak siz ehtiyot bo'lishingiz kerak. Ayniqsa keksalarimiz uyalmay, tortinmay so'rashlari kerak. Men pensionerman, menga imtiyoz bormi? Bu savolni berish uyat emas, bu sizning huquqingiz. 6-qadam, rad javobi olsangiz, sababini yozma so'rang. Sizga bo'lmaydi degan og'zaki javob yetarli emas. Nima sababdan imtiyoz qo'llanmaydi? Qaysi bankka asosan deb so'rang. Agar rad javobi asossiz bo'lsa, yuqori tashkilotga
tuman hokimligi qabulxonasiga, adliya organlariga, xalq qabulxonalariga yoki tegishli vazirlikning ishonch telefoniga murojaat qilish mumkin. Men bu yerda janjal qilishni emas, tartibli va hujjatli harakat qilishni tavsiya qilaman. 7-qadam farzandlar va yaqinlar yordam bersin. Ko'p pensionerlar internetdan foydalana olmaydi. Elektron navbat ololmaydi. My.gov.uz orqali ariza topshira olmaydi. Shuning uchun farzandlar ota-onasining huquqini tekshirib berish kerak. Bir marta vaqt ajratib hujjatlarni ko'rib chiqish, qaysi to'lovlar bo'yicha yengillik borligini aniqlash. Kerak bo'lsa ariza yozib berish katta yordam bo'ladi. Keling, 3 ta real hayotga yaqin vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat: yetim yoshli onaxon davlat xizmatidan foydalanmoqchi, undan faqat 1000 so'm to'lov so'rashdi. U pensioner ekanini aytdi, lekin xodim tizimda ko'rinmayapti dedi. Bu holatda onaxon darrov pul to'lab ketmasligi kerak. Avval pensiya ma'lumotlari tizimda bor yo'qligini tekshirtiradi. Kerak bo'lsa pensiya jamg'armasidan ma'lumot oladi. Keyin yana murojaat qiladi. Agar baribir to'lov so'ralaversa, yozma asos talab qiladi. Ikkinchi vaziyat: otaxon 1 yildan keyin to'lov qilib qo'ygan. Keyin esa o'sha to'lovdan pensionerlar ozod qilinganini eshitgan. Bu yerda birinchi ish kvitansiyalarni topish. To'lov sanasi 1 iyuldan keyinmi? Xizmat turi imtiyozga kiradimi? Otaxonning pensioner maqomi tasdiqlanadimi? Shular tekshiriladi. Agar hammasi mos bo'lsa, qaytarish yoki qayta hisoblash bo'yicha ariza yoziladi. Uchinchi vaziyat: uyda pensioner ona yashaydi, lekin shartnoma qiz nomida. Agar imtiyoz shartnoma egasiga bog'liq bo'lsa, ona foydalana olmay qolishi mumkin. Bunday holatda shartnomani qayta rasmiylashtirish kerakmi yoki amalda yashovchi pensioner sifatida tasdiqlash yetarlimi? Tegishli tashkilotdan aniq javob olinadi. Ko'pincha muammo huquq yo'qligida emas, hujjatlar mos emasligida bo'ladi. Men alohida ta'kidlayman, pensionerlarimiz o'z huquqini so'rashdan tortinmasin. Davlat tomonidan berilgan yengillik kimningdir shaxsiy marhamati emas. Bu qonuniy huquq. Agar sizga tegishli bo'lsa, undan foydalanishingiz kerak. Agar tegishli bo'lmasa, nega tegishli emasligini tushunib olishingiz kerak. Shunda na ortiqcha umid bo'ladi, na asossiz xafa bo'lish. Yana bir maslahat: har bir to'lov bo'yicha kichik daftar yuriting. Qachon, qayerga, qancha to'ladingiz, kvitansiya raqami nima, kim bilan gaplashdingiz, yozib boring. Bu oddiy ko'rinsa ham keyin juda asqatadi. Ayniqsa qayta hisob-kitob yoki shikoyat jarayonida men to'lagandim degan gapning o'zi yetmaydi. Hujjat kerak bo'ladi. Xulosa qilib aytsam, 1 iyuldan pensionerlar uchun ayrim to'lovlardan ozod qilish tartibi juda muhim yengillik bo'lishi mumkin. Lekin undan to'g'ri foydalanish uchun kimlarga tegishli ekani, qaysi to'lovlarni qamrab olishi, avtomatikmi yoki ariza asosidami, eski qarzlarga ta'sir qiladimi, hujjatlar qanday bo'lishi kerak, bularning barchasini aniq bilish zarur. Men sizga tavsiya qilaman, bugunoq o'zingiz yoki ota-onangizning hujjatlarini tekshiring. Pensiya maqomi tizimda to'g'ri ko'rinishini aniqlang. Ortiqcha to'lov qilgan bo'lsangiz, kvitansiyalarni yig'ing. Kerak bo'lsa yozma ariza bering. Eng muhimi, telefon firibgarlariga ishonmang, SMS kod bermang. Kvitansiyasiz pul to'lamang. Agar sizning hududingizda pensionerlardan hali ham shunday to'lovlar talab qilinayotgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi viloyat, qaysi to'lov, qancha summa so'ralgan. Boshqa tomoshabinlar ham tajribasini ko'rsin, bir-birimizga foydali bo'laylik. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensionerlar, nafaqalar, imtiyozlar va to'lovlar bo'yicha eng muhim yangiliklarni sodda tilda tushuntirib boraman.